Assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube kanalida Azimova Nazokat. Mana bugun 5 to'yda biza, Xudo xolisa. Mana hozir aziz mehmonlarimizdan, qadrdon mehmonlarimizdan niyatlarini, tilaklarini eshitib qolamiz. Marhamat qilib tilaklaringizni, niyatlaringizni aytarsizlar chaqaloqqa. Kimdan boshlaymiz? Kim birinchi aytadi? Niyatinglarni, yaxshi niyatinglarni, tilaklaringlarni. Faqat balandroq gapiring. Aytavering. Birinchi va kattadan boshlaymiz. Ana Shilida eng kattalari boshlasinlar. Shu kunlarga yetishganiga rahmat. Xudoga ming qattiq. Ilohim katta yigit bo'lsin. Atilmaydi. Abdulla katta yigit bo'lsin. Bobolaridek, akalaridek, mehnatkash, xizmatkash, erga xizmat qiladigan yigit bo'lsin. Fatmaga qaynota qaynotaga qaraydigan kelin bo'lsin. Ilohim yaxshi kunlari bundan ham ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlarga yozilsin tashlaqalar. Yana endi shularning tilaklariga qo'shiladiganlar bormi? Qani kim qo'shilib, qo'shilishib gapiradi? Qani bemalol tortinmasdan gapiravering. Gapiringlar. Qani? Har doim mana shunday to'kin bo'lsin. Ilohim shu jajjigina bolakayimiz katta yigit bo'lsin. Yaxshi o'qishlarda o'qisin. Ota-onasini eng suyukli farzandi bo'lsin. Xudolar bordi keldi bardavom bo'lsin. Hammani xonadoniga sog'lik, tinchlik, omonlik bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashib yurishlik nasib. Ana shunday chiroyli tilaklarga niyat qilib, qo'limizni duoga ochib, shu niyatlariga tilak qilib duo qilib yuboramiz. Bir chaqaloqning umri uzoq bo'lsin, uzoq umr ko'rsin, katta bo'lib to'y ko'rsin, to'yini ko'plar yesin, haqqiga ko'plar duolar qilsin deb qo'limizni duoga ochamiz va tilak qilib duo qilamiz. Balandroq faqat tilaklaringizni duo qilamiz. Farzandlari ko'p bo'lsin. Davramiz kengayversin. Xudolarimiz bor keldi, yo'q qolmasin. O'g'illarimiz hamisha bo'lsin. İnşallah. 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 Xush kelibsizlar yana bir bor. Sizlar bilan YouTube kanalida Azimova Nazokat edi.